Yashnobod tumanida uy qidirayotganlar, bu videoni o'tkazib olishga shoshilmanglar. 2 xonali uyimiz, 52 kvadratlik uyimiz sotuvga qo'yilyapti. Mana ko'rishingiz mumkin. Sizlarga hozir obzorni qilib beramiz. Mana ko'chadan kirib ko'rish eshigi, mana yangi remont. Mana shunaqa attachinta sifatli aboylar taqib qo'yilgan. Mana shu koridor bo'ylab yurganimizda birinchi xonamiz. Ota-onalar yotoqxonasi bo'ladi. Radiatorlar qo'yib qo'yilgan, ko'chaga qaragan romlari bor. Yangi remont, lyustralar taqilgan, laminatlar taqib qo'yilgan. Sveji remont. Remontdan keyin hech kim yashamagan. Bu ko'rishingiz mumkin. Sanuzli qismimiz kafillar sifatli kafillardan qo'yilgan. Razmeri ham kafillarimizni 1.20 ga 60 qimmat kafillardan qo'yib qo'yilgan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Dush qismimiz ham qo'yib taqib qo'yilgan. Bu esa zal qismimiz. Zalda ham mana ko'rishingiz mumkin. Yangi remont, top-toza, TV zonalar. Bu esa kuxnya qismimiz balkonga chiqarilgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu balkonimizning ham razmeri taxminan 2 ga 4. Bu yoqda do'l konturli kotellar qo'yib qo'ygan, ko'chaga qaragan romlari bor. Narxini kelganimizda egalari 52 ming deb turgan ekan. Ozgina talashib 51 ming dollarga tushirib qo'ydik. Yana ustida ozgina o'tadigan savdosi bo'ladi. Aloqaga chiqinglar. Yaxshi variant.